Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yosh bolalarda juda ham ko'p uchrovchi adenoid haqida gaplashamiz. Uning davolash usullari, o'zi nima, operatsiyadan keyin uchrovchi asoratlar haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda adenoid nima? Shuni hal qilamiz. Adenoid bu yosh bolalarda uchrovchi bez hisoblanadi. Yosh bola bu bez bilan tug'iladi. Agar u hech qanday hajmi kattalashmaydigan bo'lsa, 6-7 yoshgacha bolada immunitet ishlab chiqarishga yordam beradi va 6-7 yoshdan keyin so'rilib ketadi, o'rnida hech narsa qolmaydi. Afsuski, agar bola tez-tez shamollasa, allergiya yoki havo iqlimining yomon bo'lishi va eng asosiy sabablardan biri bola organizmida uchrovchi Epstein-Barr virusining miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, bunday bolalarda adenoid kattalashib ketadi va adenoid vegetatsiya deyiladi va bolani nafas olishiga xalal berishni boshlaydi. Adenoid bor bolalarda quyidagi shikoyatlar bo'ladi, ya'ni belgilar. Birinchi navbatda bola og'izda nafas oladi. Uxlaganda og'izni ochib yotadi. Xurrak otadi va tez-tez kasal bo'ladi. Sababi esa adenoid burun halqumda, ya'ni burunning orqa qismida doimo balg'am yig'ilishiga sababchi bo'lib, bu balg'am esa virus va bakteriyani ko'payishi uchun juda ham qulay ozuqa muhit bo'lib hisoblanadi. Va bunday bolalarda juda ham ko'p quloq og'riydi. Quloq og'riganda ham quloqqa suyuqlik yig'ilish, ya'ni eksudativniy o'rtatit kabi kasallik bilan juda ham tez-tez og'riydi. Va oxirgi juda ham kam uchraydigan asoratlardan biri bu belgisi. Bola doimo og'izni ochib yurish hisobiga yuqori hamda pastki tishlar qatori bir-biriga to'g'ri kelmay qiyshayib o'sadi va asosiysi pastki jag'imiz oldiga o'sib ketish hisobiga yuqori hamda pastki tishlar bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. Bu afsuski adenoidning juda ham eng kech asorati hisoblanadi va albatta biz lor shifokorlar bu asoratgacha bolani iloji boricha olib bormaslikka harakat qilamiz. Endi adenoidni davolash esa ikki xil bo'ladi. Birinchisi konservativ, ikkinchisi operativ. Qachon konservativ davolanadi? Agar bolada burunni orqali ko'rganimizda adenoid bor, lekin yuqorida sanab o'tilgan shikoyatlardan birortasi bo'lmasa, deyarli davo talab qilinmaydi. Konservativ davo ham deyarli kerak emas. Bunday bolalarga vaqt o'tishi bilan o'zi adenoid so'rilib ketishi mumkin. Endi qachon operativ davo tavsiya qilinadi? Agar yuqoridagi shikoyatlarning barchasi yoki bittasi bo'lsa va adenoidning hajmi o'ta katta bo'lsa, masalan, adenoidning o'zi 3 xil kattalanish darajasi bor, 1, 2, 3. Shu darajalardan 3-inchisi bo'lib va yuqorida sanab o'tilgan barcha shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta bunday holatda konservativ, ya'ni dori-darmonlar bilan davolash yordam bermaydi va bemorga operativ usul bilan olib tashlash tavsiya etiladi. Endi operatsiyani qanday usullari bor? Operatsiyani asosan demak 3 xil usulda amalga oshirish mumkin. Birinchi usuli, ya'ni klassik usul hisoblanadi. Oldingi davrlarda qo'llanilgan, hozir deyarli kamdan-kam qo'llaniladi. Bu adenoton, ya'ni qoshiqqa o'xshash instrumentda olish, ya'ni boshqacha aytganda ko'r-ko'rona usul ham deyiladi. Bunda hech qanday bolaga narkoz berilmaydi. Bolachani xirurgni shogirdi ushlab turiladi va adenoton yordamida og'iz orqali kiriladi va adenoid to'qima tortib olinadi. Bu usulda bir qancha kamchiliklar bor. Sababi ko'r-ko'rona bo'lgani uchun adenoid to'qimani qancha qismi olindi, qancha qismi qolib ketdi bilib bo'lmaydi. Bu usulda bir necha marta adenoid oldirganlar ham bor, shuning uchun deyarli hozir kam qo'llaniladi. Ikkinchi usul esa kablator usulda olish. Kablator bu ham bir zamonaviy instrumentlar hisoblanadi. Buning yutug'i esa adenoid to'qimani olish bilan birgalikda birato'la kuydirib ketadi. Shuning uchun umuman qon ketmaydi. Bu kablator usul hisoblanadi. Va uchinchi, hozirda juda ham deyarli barcha klinikalarda ommabop qo'llanayotgan usul bu shaver yordamida olish. Shaver esa adenoid to'qimani kesadi hamda o'zi yutib oladi. Kesadi, yutib oladi va toza qilib olib bo'lgandan keyin o'rni kuydirib qo'yiladi. Bu usul hozirda eng zamonaviy usullardan biri hisoblanib, endoskop, ya'ni kamera nazoratida olib boriladi va adenoid to'qimaning eng kichik bo'lagigacha toza qilib olish imkoniyati bor. Shuning uchun demak barcha klinikalarda qo'llaniladi.
Endi adenoid operatsiyasidan keyin bemorda parvarish qanday bo'ladi? Operatsiya odatda 15-20 daqiqa davom etadi. Umumiy narkoz ostida amalga oshiriladi va shu 15 daqiqa davomida bola uxlaydi va bolaga gazoviy narkoz ketib turadi. Operatsiya tugagandan keyin gaz uziladi va bemor o'ziga keladi. Va 1 soat, 1,5 soat davomida reanimatsiyada nazoratda, ya'ni parvarishda turadi. Bola o'ziga kelib yaxshi bo'lgandan keyin palatada 2-3 soat nazoratda bo'lgandan keyin bemor uyiga javob beriladi. Uy sharoitida bemorga nima tavsiya etiladi? Birinchi navbatda antibiotik, ya'ni har qanday operatsiyadan keyin bakterial infeksiyani oldini olish uchun antibiotik tayinlanadi 4-5 kunga. Ikkinchi navbatda bemorni burniga yog' tomish tavsiya etiladi. Sababi adenoid to'qima olinib, o'rni kuydirilgandan keyin u yerda balg'am yig'iladi va bemorda burnidan hid kelish boshlanadi. Shuni oldini olish uchun esa yog' tomizsak balg'amni yumshatadi va 10-15 minutdan keyin burunni yuvish tavsiya etiladi. Bu muolajalar 1 hafta 10 kun bajariladigan bo'lsa, operatsiya butunlay bitib, yaxshi bo'lib ketadi. Endi operatsiyadan keyin bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar. Ya'ni har qanday operatsiyada asorat bo'lgandek, adenoid operatsiyasidan keyin ham asoratlar bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchisi tana haroratining ko'tarilishi. Bu normal holat. Ya'ni operatsiyadan keyin 1 kundan keyin yoki 2 kundan keyin tana harorati 2-3 kun davomida ko'tarilib turishi mumkin. Shuning uchun antibiotik beriladi, tana harorati tushiruvchi dorilar beriladi, bu holat o'tib ketadi. Va ikkinchi o'ta muhim, lekin juda ham kamdan kam uchraydigan asoratlardan biri, ya'ni emfizema. Teri osti hamda teri osti yog' to'qimasiga havo kirib qolishi. Bu juda ham yomon asoratlardan hisoblanib, bolani nafas qisilishi, natijada o'limga sabab bo'lishi mumkin. Lekin bu asoratlarni albatta oldi olingan. Agar xirurg malakali hamda anestezolog malakali bo'ladigan bo'lsa, demak bu asoratlarni o'z vaqtida bartaraf qilish mumkin. Va oxirgisi, endi operatsiya qildirgandan keyin adenoid o'sadimi degan savollar bor. Shularni hal qilsak. Albatta, agar yuqoridagi men aytgan usulda kavlator yordamida yoki shever yordamida olingan bo'lsa, adenoid o'smasligi kerak. Lekin shu usulda ham ikkita holat bor, o'sishi mumkin. Birinchisi, agar adenoid to'qima o'rnida adenoid emas, o'sma bo'ladigan bo'lsa, qaytib o'sishi mumkin. Ikkinchisi esa bola organizmida Epstein-Barr degan virusning miqdori juda ham baland bo'lsa, ya'ni titri baland bo'lsa, qaytalanishi mumkin. Bu tajribada bo'lgan. Shuning uchun bu ikkala holat ham oldini olish uchun bemorga tekshiruvlar buyuriladi. Ya'ni birinchi navbatda Epstein-Barr miqdorini qondan aniqlab, agar miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, operatsiyadan keyin davolanadi. Va operatsiyadan oldin o'smani aniqlash uchun esa adenoid to'qimadan ozgina bo'lakcha olinib, gistologik tekshiruvga yuboriladi. Gistologiyada tekshirib, adenoid to'qima ekanligiga ishonch hosil qilinadigan bo'lsa, albatta adenoid operatsiyadan keyin mutlaqo qaytalanmaydi. Bu ma'lumotlar albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Agar sizning farzandingizda ham shunday muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizning klinikamizda bu muammolarni eng zamonaviy usullarda bartaraf qilish yo'lga qo'yilgan.